Barchalarga salom bolalar, sizlar bilan Freezy Buldurup. Bolalar bugun bizni 50 mingga balans to'ldirib oldik. Necha yuz chiqarishimizni ko'ramiz Buldurupda. Xo'sh bolalar, menyuni qanaqa qilib balans to'ldiraman desanglar, menyuni bosasizlar. Keyin pastga tushsanglar, mana bitta hisob to'ldirish bor, shuni bossanglar. Bu yerda hozir men sizlarga ko'rsam, bank kartalari, Visa yana bank kartalari, Click, Paynet, Steam, kriptovalyutalar bor. Hozir sizlarga tezroq tushuntirib beray bolalar. Xo'sh, bu yerga Freezy deb yozsanglar, sizlarga 20% qo'shib beradi. Amalga oshirishni bosasizlar. Men buni oldin qilib bo'lganman. Misol uchun sizlar 100 mingga 620 pul qo'ya olsanglar, Freezy promokod bilan tersanglar 750 pul qo'yma beradi. Bu degani yaxshi degani. Chunki bolalar qaranglar, 150 pul qo'yma tekinga qo'shib beradi sizlarga. Xo'sh, klikdan ham tashlasanglar bo'ladi. Bu yerda har xil davlatlar bor bo'ladi. Davlatlarni kartasini tashlasanglar bo'ladi. Hozir men sizlarga xo'sh, mana O'zbekiston turibdi, ham bitta bayroq turibdi, ko'rishingiz mumkin. Mana shu bitta bossanglar, любой mana shu qaysi davlatning kartangiz bo'lsa, bemalol tashlashingiz mumkin. Misol uchun Belgiyada mana Visa. Xo'sh bolalar, hozir mana bu yerda keyin RP ham bor. Yana bitta tushuntirib o'tib ketay. RPda nima qilamiz sizlar? Xuddi PUBG ga o'xshaydigan RP bolalar. Missiyani bajarsanglar, sizlarga tekinga bepulga, ya'ni qimmat skilllar beradi, qimmat keyslar, qimmat zo'r bulkoylar beradi. Xullas bolalar, mana menda hozir 6 ga ozgina qoldi. Men ham 6 qilaman. Misalan bajarib bemalol olishingiz mumkin. Xo'sh bolalar, bu yerda yordam bor. Bemalol mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda nima qilaman desanglar, Buldurupda muammo bo'lib qolsa yozishingiz mumkin bemalol. Xo'sh, bu yerda o'yinlar bor, kuchaytirish, shartnoma, sapyorlar bor. Bu qanaqa qilib o'ynaladi desanglar, misol uchun bir qo'yamiz bolalar, ko'rishingiz mumkin. Biz o'sha foydadamiz. Keyin bu yerda shaxsiy kabinet bor. Yo'qni tushuntirib o'tirishim shart emas. Hozir shunday bolalar, chiqarib olishni o'rgatib, chiqarib olish yuzini bosasizlar. Bu yerda 98 tasi 60 yuzi, 98 si bulkoin 60 yuzi chiqarib chiqarib olishni bosasizlar va shaxsiy kabinetga o'tasizlar bolalar. Chiqarib olishlar mana mana shu yerda turadi bolalar. Men bu yerga zaявка ketgan 385 yuzi, mana mana shu yerda shunday nuqtalashni bosasizlar va sizlarga midas bo'yiga kirasizlar. Xullas terolasizlarda 60 yuzi. Qanunda open keysga qaytdi bolalar. Xo'sh, biz birinchi bo'lib qaysi keysni ochamiz bolalar? Bolalar, shuni bitta narsani tushuntirib olay. Telegramda bolalar bepulga ocha olasizlar, kuniga bepulga ocha olasizlar. Uni qanaqa qilib ochaman desanglar, Telegramga shunday ulasizlar va kanallarga obuna bo'lasizlar. Sizlar kuniga ochasizlar. Bu yerda ham qimmat narsalar bor. Bu kontaktda ham bor. Yoni ham ulab tekinga ikkita yasha ocha olasizlar. Bu degani yaxshi degani. Tekin 100 chiqarib ketishingiz ham mumkin. Xo'sh bolalar, birinchi bo'lib biz dengiz maxluq ochamiz. Bolalar, o'tgan videoda bu videoga ham 60 yuziga qo'yilgan. Qanaqa qilib yutaman desanglar, sizlar IDlarni yozib, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, kommentga любой so'z qoldirib, orqasiga ID qoldirib qo'ysanglar, xullas men keyingi videoda aniqlab yuzi tashlab beraman. Ketdi bolalar. Birinchisi har doimgidek shunaqa. Nimayli bolalar, hozir biz sekin ko'tarib olamiz. Tak, 10 talik sразу ochamiz. Qani ketdi. Tak, mifitskiy yaxshi. 204 ta bolalar ko'rishingiz mumkin. Biz foydadamiz. Keyin bizga 190 ta tishlar berdi. Videoni oxirisida ko'rsaman uni qanaqa qilib uni almashtirishni. Tak, bolalar, sekin-sekin biz kichkinalardan ochib ko'tarishga harakat qilamiz. Videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Tak, mintaga ozgina qoldik. 500 tami qoldik. Tak, mayli bolalar, 5 talik yo'q, 4 talik ochamiz, nima uchun ekan. Tak, ketdi bolalar. 38 ta. Mayli bolalar, 2 talik tez ochamiz. 87 bolalar ko'rishingiz mumkin. Bu bizni foydadamiz, qaranglar. Hoppa, sotdik. Voy bolalar, ko'rdinglarmi? Buldurupda omad
Вообще просто zo'r. Men sizlarga mana shu bulduropni tavsiya etaman bolalar. Bemalol yuzi chiqarib ketishingiz mumkin. Oson yuzi chiqarib ketish. Вообще. Xo'sh, bolalar mana erpimiz 6 bo'ldi. Endi bu yerda meni o'chiring degan bor. Liboyni o'chirasizlar. Men misol uchun Mahmudni o'chirmoqchiman va menga kaska berdi 100 talik. Xo'sh, sotamiz buni. Mana 100 ta qo'shib berdi bolalar. O'zi ko'rishingiz mumkin. Juda yaxshi. Tak, bolalar. 1000 ta obunachi bo'lsa, bolalar men sizlarga tekinga erpa podarka qilaman. Bolalar Telegramga o'ta olinglar. Telegram kanalda konkurslar, har xil challenge'lar qilamiz. 100 yillar tarqatamiz, promo kodlar tarqatamiz. Xo'sh, mayli bolalar, bizda nechta hozir? 438 ta bo'lsa, 438 ta. Bolalar bitta qimmat, mana shu bekatni ochingmi? To'xtanglar, oldin bitta ko'ringlarchi bekat deganni. Yaxshi narsa berib qolishi ham mumkin emas shunda. 339 taga. To'xtanglar, eng pasti necha ekan o'zi bu yerda? 87. Shu foizi ko'p-da, o'shaning uchun boshqa keysga o'tamiz bolalar. Freezy promo kod teringlar bolalar, maslahatim. Chunki 20% balansingizga qo'shib beradi. Tak, bitta akula o'chsa ochaymi? Yoki qarorlardan 10 ta ochaymi? To'xtanglar bolalar, biz yangi keyslardan ham ochib ko'ramiz bitta. Sirli do'kondan davaysi bitta ochib ko'ramiz, nima tushar ekan. Xo'sh. Mayli bolalar, hech balo qilmaydi. Uncha minus ham bermadi. Tak. Endi 10 talik yash ochamizmi bolalar? Xo'sh, bu yerda yangi keyslar ham kelgan. Davaysi mana buni ochib ko'ramiz. 2 talik ochamizmi? Yo'q, 2 talik emas, bittalik ochib ko'raylik, nima tushar ekan bolalar. Nechta bu? 42 ta. Qaranglar bolalar, endi yana bitta ochamiz. Qaranglar nechta beraveradi. Nechta bu? Tak. Mayli. Qaranglar, endi tez ochishni bosamiz va mayli. Qaranglar, biz hozir ko'paytirib olamiz baribir. Videoni oxirigacha ham ko'ringlar bolalar. Birinchi so'z shunaqa bo'lib qolishi mumkin. Tak. Mana davaysi mashinani hammasiga ochib ko'ramiz bolalar. Ko'rasizlar keyin nechta berishini. 3 talik yetar ekan, yo'q 2 talik yetar ekan. Davaysi ochamiz bolalar. Nechta bu? 334 ta. Voy bolalar, ko'rishingiz mumkin bolalar, qaranglar. Aytolmanu. Oxirsi vashshi berib qoladi boru, yomon ko'p beradi. Vashshi boru. Tak. Davaysi yana mashinadan 10 talik ochib ko'ramiz, nima tushar ekan. Qani ketdi bolalar, 10 talik ochdik. Yaxshi, yaxshi. 197 foydadamiz. Tak, tez ochish. Ochildimi? To'xtanglar, tez ochish. Nima bo'ldi? Ay, Wi-Fi qo'yotdi bolalar bizda. Tak. Nechta? Faqat yaxshiroq ber. 143 ta. Daychi yana bitta 10 talik. Keyin bu yerdan chiqamiz. Yaxshi. 210, yaxshi. Yaxshi, bizda tishlar ham yig'ilib qoldi bolalar. O'shanisi ham yaxshi. Biz sekin-sekin ko'taramiz, kichkina keyslardan ochib. Hop, bizda sal Wi-Fi qo'yotdi bolalar. Xo'sh. Bolalar, keyin kommentariy yozib qoldiringlar, qanaqa yashi ochishimni. Men yangi yashidan ochib ko'ring, 97 talik. Titanic yordamchi. Davaychi, sizlarga bitta ko'rsatib beray, qanaqa omadli ekanmi. 3 talik. Davaychi, go ketdi. Voy bolalar, 722 ta bo'lib ketdi. Xo'yet.
Bolalar o'zi bizni voy nima berib yubordi? Voy. Voy, bolalar aytolmanu bulduropdan oson yuzga chiqib ketish. Просто voy bolalar, albatta Freezy buldurop Freezy buldurop nima? Freezy promokod berib shunaqa omad berishingiz mumkin. Tak, hammaga xayr bolalar, sizlar bilan Freezy buldurop bo'ldi. Shunaqa voy bomba penkeslarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Hammaga xayr. Sizlar bilan Freezy buldurop 63 uchun kommentariyga bo'y so'z qoldirib obuna bo'ling.